Yuzimga oyoq bosganni, oyoq kiyimini o'zim olib berganman. O'zim olib bergandim. O'zim olib bergandim. Hali ba'zida savollar bo'lib qoladi-da. Shogirdlaringiz ko'pmi? Feruz, shogirdlaringiz ko'pmi degan holatlar bo'lib qoladi-da. Keyin aytaman, hozir shogirdlar o'zlari ustoz bo'lib qolgan hozir. Hali nimagadir shogirddan yalchimaganman-da. Shu haligi yoningizda yurib hali ukam deb qabul qilib qolasiz-da. Lekin undan ham yaqin bo'lib ketadi. Undan ham yaqin. Shu jigaringizdek bo'lib qoladi-da. Keyin o'sha bir qarasangiz ular ustozga aylanib qoladi. O'shani ichida keyin sizga qarab tapchika otadi, keyin tapchikalarni qo'lingiz bilan to'sib turib qarasangiz o'zingiz olib bergan bo'lasiz. O'shaning uchun haligi gap ketganki, yuzimga oyoq bosganlarni oyoq kiyimini o'zim olib bergandim deb qo'yasiz-da. Yuzimga oyoq bosganni oyoq kiyimini o'zim olib bergandim. Ko'p ko'rindi ko'rganim, hatto yashab turganim, hatto yashab turganim, g'anim do'stim g'anim, bilganim ekan.